Mana xullas bitta qandash mashinasi Xo'joboddan kelgan Nexikka. Buni ham orqasi ishlamayapti ekan. Xullas orqasi shu edi. Endi to'rov ushlab tormozi xudo xolasa chotki zo'r ishlaydi. Xullas buni ham qilib videosini qo'yaman. YouTube'da mana podrobniyligini xullas boshidan oxirigacha tushuntirib ko'rsatib, hech qanaqa sir sinoat yo'q. Nexia'ning tormozini zo'r ishlaydigan qilamiz. Tormoz bosing. Slab ishlayapti ekan. Bosingchi. Buni ham ochib salonlarni almashtiramiz, yog'ini almashtiramiz. Рабочий silindrini. Mana bu Nexia'ni ham orqasini ochyapmiz. Mana orqa silindrini chiqarib oldik. Buni endi ko'ramiz ishlayotgan, ishlamayotganligini. Bu tomoni ham, bu tomon deyarli yaxshi ishlamayapti hisob. Mana o'sha deyarli yaxshi ishlamagan. Mana nagar bosib yotibdi. Salonlarni almashtiramiz, buni ichini ko'ramiz. Ichi yaxshi yemirilmagan bo'lsa, hozir videoni uzmay qo'yib. Tak. Buniki mana yemirilmabdi yaxshi. İçini yaxshilab najday qilib, bezilda yuvib, tozalab, salonlarni qo'yamiz. Xudo xolos chotki ishlayveradi joyiga qatirsak. Mana ichini yuvib, tozalab oldik bezim bilan. Endi yangi salonni qo'yamiz. Birinchi buni bunday solamiz, orqasidan bunisini solamiz. Keyin manasini solamiz. Buni bunday qilib turib solamiz, tayyor. Endi mana silindirchalarni ham najdaylab, yaxshilab bezini yuvib, tozalab solinadi. Bu tarafiga ham bunday solinadi, mana tayyor. Mana ishlayapti. Endi gilarni silindirdi. 12 kurush tushadi birinchisiga. Orqaga ketgan trubkasi mana shu. Mana bilan mana. Shuning ichida klapani bo'ladi. Shuni bo'shatib, olib tashlaymiz. Mana shuna qilib bo'shatib olamiz. Buni ham ichida mana klapani bor. Ochib ko'rsataman. O, teshik ko'rinyaptimi? Daji ko'rinmaydi hamda, shuning uchun Nexia'ning tormozi yaxshi emas. Endi bunisini ochamiz. Mana bunisini ham bo'shatib oldik. Bunda ham mana shu klapin. Teshigi yo'q. Endi buni ichini olib tashlaymiz. Hozir ko'rsataman. Ichini olib, yuvib, tozalab joyiga qatiramiz, chotki ishlaydi. Endi mana akalar, Kurjinami klapini ko'ryapsizlarmi? Teshigini qaranglar. Qanaqa darajada kichkina teshik. Bundan jitkisi o'tib yetib bormaydi-da. Endi u ham kamlik qilganda uchiga buni qo'yib nima bor? Zavodda bilmayman nimaga unaqa endi bo'pti-da endi. Shu ekanda Nexia'ning tormozi. Mana olib tashladik. Endi mana qaranglar, qanaqa keng bo'ldi teshik. Bemalol buni ichida jitkisi yurib boraveradi. Qatirib qo'yamiz. Tamam. Mana ichlarini olib tashladik. Ko'rinyaptimi? Xullas endi buni joy-joyiga qatiramiz. Qorasi hamisha buning oldida bo'ladi. Birinchi mun orqasini. Oppog'ini qatirib olamiz. Endi oldini qatirib olamiz.
Birinchi bo'lib orqani qatirib, tagidagi tormoz trubkasini ham qatirib olsalaring oson bo'ladi. Mana. Akalar, mana kattasini 22 kurishda qatirayotganda o'ta qattiq qatirmanglar, o'zi rezinka salnigi bor. Bilmaganlarga aytib qo'yapman. Darrov aqlli qilib kommentda bu narsalarni yozish shart emas, ha? Tushmi? Qo'yvoy. Kaçga yaqin qo'yib yuborib. Bosib turing. Kaçga yaqin. Bosib turing. Kaçga yaqin. Bosib turing. Mana to'rimiz. 2 yil oldin qilgan mashinamning to'rimizi mana shu bo'ladi. Endi mana uni hozir buni ko'ramiz. Mokri Nexia'miz. Ko'rdilaring-a? Orqa to'rimizni mana. To'rovi teng ushlayapti. Bu ikkinchisi. Hozir 3-mashinani qo'yamiz endi. Bo'ldi. Ko'rdilaring-a, orqasi ushlagan. Mana bu Nexia ham to'rov ushlayapti. Chotki bo'ldi. Buni hech qanaqa sir sinovati yo'q, oddiy. U haligi bitta aka chiqib olib, buni sirri bor. Faqat men bilaman, vodiyda men qilaman degani yolg'on. Mana shunchaki ko'rdilaring videoni. Bo'ldi.